Siz ham shamollagansiz, bejizga bu video oldingizdan chiqmadi. Kuz fasli kirib keldi deguncha O'zbekistonda nafas yo'llari infeksiyalari faollasha boshlaydi. Bularning oldini olish uchun avvalo immunitetni mustahkamlash lozim. Immun tizimi faoliyatini yaxshilash va qayta kasal bo'lmaslik uchun ushbu tavsiyalarga amal qiling. Kuniga kamida 7-8 soat uxlash lozim. Sababi tunda organizm yangilanadi. Sabzavotlar, don mahsulotlari, baliq, go'sht, loviya va qatiqni ko'proq iste'mol qiling. Chunki ular immun tizimining 70% ni boshqaradi. Har kuni 30 daqiqa sayr qiling. Yengil mashq qon aylanishini yaxshilaydi va immun hujayralarini faollashtiradi. Xonani muntazam shamollating. Chuqur nafas olish mashqlari stressni kamaytiradi. Emlash organizmni tayyorlaydi va virus kirganida u allaqachon uni tanib, tezda yo'q qiladi. Xulosa qilganda immunitet mo'jizaviy tabletka bilan kuchaymaydi. U sog'lom odatlar bilan shakllanadi. Yetarli uyqu, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faoliyat, toza havo va ruhiy tetiklik uni barqaror bo'lishiga yordam beradi. Bu videoni ayni kunlarda shamollagan tanishlaringizga yuborib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Chunki